Ey qalblarni burib qo'yuvchi zot. Mo'min musulmon odam biladiki, albatta hayotida gunoh sodir bo'ladi. Gunohlardan faqatgina payg'ambarlar ma'sumdirlar. Ularni Alloh tabiatan shunday qilib yaratgan. Inson gunoh qilganidan keyin siqilib yuradi. Tavba va istig'forga shoshiladi. Haqiqiy mo'min mana shunday bo'lishi kerak. Bu bandani Allohga yaqinlashtiradi, uning rizoligiga erishtiradi. Yosh qiz hikoya qiladi. Talabalik davrimda o'qishda sustkashlik qilardim. Gunohga moyil edim. Uzoq vaqt istig'for aytib yurdim. Alloh taolo istig'forlarim tufayli gunohlarni menga yomon ko'rsatib qo'ydi. Qalbim rozi bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Mabodo adashib biror gunoh qilib qo'ysam ham tavbaga shoshilardim. Men ham boshqa qizlar qatori oddiy qizman, lekin qilayotgan ishlarimda gunohlar ko'p edi. Ularning ma'siyatligini bilardim, lekin o'zimni to'xtatolmasdim. Gunohkor bo'lsam-da istig'forda davom etardim. Tinmay istig'for aytaverardim. Bir kunda mingtagacha yetkazardim. Ayniqsa, juma kunida istig'for va zikrlarni ko'paytirardim. Payg'ambarimizga salovatlar aytardim, duolar qilardim. Chunki bilardimki, hojatlarimning yechimi Allohning izmida. Olamlarning egasi, u qalblarimizni o'zgartirib qo'yuvchi ham. U qalb sahrodagi bir parga o'xshaydi. Sal shamol bo'lsa, boshqa joyga qarab uchib ketadi. Qalblarimiz ham bir tomondan ikkinchi tomonga moyil bo'lib qolaveradi. Shu sababli, ey qalblarni burib qo'yuvchi zot, qalblarimizni o'zingning diningda toatingda sobit qilgin deb duo qilamiz. Ularning duosini oling. Bir yigit Masjidul Haromga yaqin joyda keksa kampirning arava surib ketayotganini ko'rdi. Yillar u ayolni ancha qaritib qo'ygandi. U o'sha ayol timsolida o'z onasini ko'rdi. So'ng ho'ngrab yig'lab yubordi. Keyin cho'ntagidan bor pulini olib, ayolning qo'liga tutqazdi. Ich-ichidan esa miskin qariyaning holiga achindi. Ayol esa xursandligidan yigit haqqiga duo qila ketdi. Undan chiqayotgan ohlar ijobat bo'lmasdan iloji yo'q edi. Chunki uning Allohdan boshqa hech kimi yo'qligi ko'rinib turardi. Suyanchig'i va yordamchisi u edi. Yigit aytadi: pulni ayolning qo'liga tutqazayotganimda xayolimga o'sha ayolga yaxshilik qilyapman, unga qilgan ehsonim tufayli Alloh menga ham yaxshilik ato qiladi degan fikr mutlaqo kelmadi. Men faqatgina qalbimda o'sha ayolga rahmim kelganidan, uning yarimta qalbini to'ldirish, jarohatini butlash maqsadida qilgandim. Bir oy ham o'tmasdan yigitning bankdagi hisobiga juda katta mablag' kelib tushdi. Ha, kimsasizlarning kimsasi udir. Muhtojlar xursandchiligini ham, mahzunligini ham o'ziga aytadi. Ularning duosini oling, ohu-zoridan qo'rqing. Baxt Allohga yaqinlashishda. Insonning istaklari ko'p. Doim biror ishni qilsam, biror joyga borsam degan xohishlari bo'ladi. Orzu-istaklariga, maqsadga erishish uchun qilingan duolar ijobatini ushbu qahramonimiz hikoya qiladi. Oliygohga o'qishga kirdim. Allohga ko'p duo qilardim. Baholarim yaxshi bo'lishini istardim. Alloh qalbimga sakinat, xotirjamlik berdi. U yerni imtiyozli diplom bilan bitirishni xohlardim. Alloh bu istagimni ham ijobat qildi. Allohdan magistraturada o'qishni so'rab duo qildim. U zotning izni bilan o'qishga kirdim. Imtihonlardan o'tishga salohiyatim yetmasdi, ammo duolarimning fazilati bilan sinovlardan ham muvaffaqiyatli o'tdim. Alloh taolo shunday zot, o'zi iroda qilgan ishining go'zal tarzda tadbirini qilib qo'yadi. Vaholanki, o'qishga hujjat topshirayotgan paytimda hujjatlarimni qabul qilmasdan qaytarib yuborishlari ham mumkin edi. Ammo Alloh o'sha paytda ularning ko'zlariga kamchiliklarimni ko'rsatmadi. Hayot davom etarkan, istaklarim yangilanib boraveradi. Endi o'qimishli, taqvoli, diyonatli bir juft halol so'radim. Robbim bu istagimni ham bajo keltirdi. Menga xulq-atvori go'zal, madaniyatli bir turmush o'rtoq nasib qildi. Allohga hamdlar bo'lsinki, baxtlimiz. Doim Allohga meni solih insonlarga hamroh qilgin, yomonlardan nari etgin deb duo qilardim. Chunki odam atrofdagilardan ta'sirlanadi. Yaxshilarning gaplaridan, qilayotgan ishlaridan andoza olib, yaxshi tomonga o'zgaray derdim. Alloh menga buni ham berdi. Kasalligim bor edi. Shifokorlar uning davosi yo'q deyishgandi. Barcha narsaga qodir zotdan xastaligimga shifo berishini so'rab duo qilardim. Doim shu og'riq alamlardan qutulish istagida yurardim. Ishonardimki, dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Qisqasi, Alloh menga hamma narsani ato qildi. Baxt nimaligini his ettirdi. Hayotda haqiqatda qiymatga ega ne'matlarning nimaligini tushunib yetdim. Atrofimdagilardan doim maqtovlar eshitardim.
Hatto kursdoshlarim menga yo'qligingda ustozlarimiz seni bizga namuna qilib ko'rsatishadi deyishardi. Doim Alloh taolo mening Robbim barchasini u boshqaradi, o'zi tadbir qiladi deb ishlarimni Allohga topshirib unga suyanib yuribman. Zikr duolarni aytishim asnosida Baqara surasini yodlab oldim. Uni ham kunda tilovat qilaman. Bularning barchasi Robbimning menga bergan fazlidir. Inson baxtni, xotirjamlikni Allohga yaqinlashishda, tavbada, unga munojot qilishda va namozlarda topadi. Hatto gunoh ish qilib qo'ysa ham istig'for aytib iltijoga qo'l ochsin, qalbida xotirjamlik paydo bo'ladi. Ko'p duo qilsin, shunda barcha eshiklar unga ochiladi. Boshqalar uchun ham duo qiling. Inson bilsinki, hamma xohish-istaklari uchun bitta kalit bor. U ham bo'lsa, Allohga iltijo qilish, kechalari namoz o'qish va duoni ko'paytirishda ekaniga hayotiy hikoyamiz dalildir. Allohga istig'for. Nabiy alayhissalomga salovatlar aytardim. Allohni ko'p zikr qilardim. Har namozdan keyin Baqara surasini o'qirdim. Yilning oxirgi oyida duoga berildim. Allohim, menga munosib ish bergin, yaxshi ishga joylashay deb so'radim. Hatto opa-singillarimga solih juft halollar tilab, haqlariga duo qildim. Barcha duolarimni Alloh ijobat etdi. Sizlarga maslahatim, duoni yengil sanamanglar, e'tiborsiz qoldirmanglar. U sizni Allohga yaqinlashtiradi. Alloh ham sizni yaxshi ko'rishni o'zingizga his qildiradi. Inson nafaqat o'zi uchun, balki yaxshi ko'rgan insonlari uchun ham duo qilsin. Shunda kenglik keladi. Bu duolar ijobat bo'ladi. Banda duo eshigini taqillatishdan to'xtamasin. Instinkt. Mushukning yangi tug'ilgan bolalarini ko'rib hayron qolasan kishi. Hech narsani ko'rishmaydi. Onasi tomon sudralib, qorniga boshlarini egib, og'izlari bilan onasining ko'kragini topishadi va emishadi. Hali biror narsani bilmaydigan, durustroq yurolmaydigan, hali ko'zi ochilmagan mushukchalarga kim u susning joyini, unda ular uchun hayot borligini bildirdi ekana, agar onasini emmasa, o'lishining xabarini kim berdi? Albatta, Hodiy bo'lgan zot ularga buni bildirdi. Tabiatlarini shunday yaratdi. Aqlsiz jonivorlarga shunchalar yo'l ko'rsatib yashab ketishlarini o'rgatib qo'ygan zot, aqli berib o'zidan so'rashga buyurgan bandalarining iltijosini eshitmasinmi? Ular so'rasalar bermaydimi? Siz qalbdan ishonib so'rasangiz bas. Eng katta ne'mat xotirjamlik. Shu qadar ishonch bilan yashangki, Robbim duolarimni ijobat qiladi deng. Alloh rahimli va karim zotdir. Banda duo qilgan paytida Alloh uni quruq qaytarmaydi, albatta ijobat etadi deb biling. U zot istig'forlarda bardavom bo'lib, iltijo qilgan bandasining duosini ijobatsiz qoldirmaydi. Ha, shunda hayotingiz butkul o'zgaradi. Xotirjamlikka erishasiz, tinch, osuda hayot kechira boshlaysiz. Hozirda dunyodagi eng katta va xavfli kasallik odamlarning xotirjamligi yo'qligida. Tunda to'shagida ham nimalarnidir o'ylab yotadi. Oldinlari insonlar miriqib uxlab, ertalab charchoqlarini chiqargan holda uyg'onishardi. Hozir esa o'y-xayollar ko'pligidan har qancha uxlab olsa ham charchoq tarqamaydi. Bugungi kunning eng katta ne'mati xotirjamlikka erishish. Chet eldagi xudosizlarga qarasak, oddiy sinovlarga ham chidolmasdan o'zini o'ldirish hohlatlari ko'payib ketgan. Hayot qiyinchiliklardan iborat ekan, o'lsam qutulaman deb o'ylaydi. Musulmonlar esa biror kishi qiynalganini ko'rsa, unga yordam berishga, hayotga qaytarishga harakat qiladi. Xudosizlarda birining boshqasi bilan ishi yo'q. Ishidan ayrilish o'lim bilan tengday go'yo. Shu sababli ishdan bo'shaganda ba'zilari o'zini o'ldiradi. Xotirjam bo'lmagan insonda shunday ko'ngilsizliklar uchraydi. Qalb xotirjamligi buyuk ne'mat. Bunga erishishga intiling. Istig'for aytinglar. Men 6 yil oldin turmushga chiqdim. Erim deyarli namoz o'qimasdi. Goh-gohida juma namoziga chiqib turardi. Hayotimiz g'am tashvishlarga to'la edi. Allohga yaqinlik hosil qilib, istig'for aytib, duolarni qilganimdan keyin Robbim istaklarimni amalga oshirdi. Erim namozlariga haris, hech qoldirmay o'z vaqtida o'qiydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun inson duo qilganida to'liq ishonch bilan so'rashi kerak. Shunda Alloh taolo qalbni shu ishga moyil qilib, o'sha tomonga borib qo'yadi. O'zi bilmagan holda mazkur amalni bajaradi. Allohga istig'for aytinglar, unga qaytinglar. Alloh ham sizlarga qaytadi. Hatto boshqa insonning haqqiga duo qilsangiz ham, Alloh o'sha odam qalbini shu ishga burib qo'yib, uni amalga oshirishga ilhom beradi. Ey qalblarni, ko'zlarini bir joydan boshqa tomonga burib qo'yuvchi zot, qalblarimizni o'zingning itoatingga burib, unga sobit qilib qo'ygin. Ibodatingda va rizoyingda bardavom etgin. Allohga yaqinlashish avvalo farzlarni mukammal qilish bilan bo'ladi.
Shunda banda farzlardan keyin sunnat amallarni bajarishga ham odatlanadi. Sadaqada baraka bor. Sadaqa shod-u xurramlik eshiklarini ochadi. Biz sadaqaning ta'siridan bexabar qolganmiz, foydalarini bilmaymiz. U hayotimizni har tomonlama o'zgartirib yuborishga qodir. Kasallarga shifo beradi, umrini uzaytiradi, g'alaba va muvaffaqiyatlarga erishtiradi. Allohning roziligiga sabab bo'ladi, rizqni ko'paytiradi. 2018-yilning boshlarida Alloh qalbimni sadaqa berishga moyil qilib qo'ydi. Men maoshimning bir qismini hech kimga bildirmasdan sadaqa uchun yig'ib qo'yardim. Xolis Alloh uchun bo'lsin deb eng yaqin insonlarimga ham bildirmadim. Boshida sadaqalarni qanday qilib haqdorlarga yetkazaman, bu joylardagi kambag'allarni yaxshi bilmayman-ku deb o'ylandim. Keyin universitetda o'qiydigan bir o'rtog'im hayolimga kelib qoldi. U atrofdagilarni yaxshi tanirdi. Miskinlarni, uysiz chaylalarda yashab yurgan insonlarni bilardi. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu tomondan ko'nglim xotirjam bo'ldi. Har oyda o'rtog'imga pul berardim. U haqiqiy miskinlarni topib, omonatni ulashib kelardi. 6 oy shunday davom etdi. So'ng hayotim barakalarga to'ldi. Har jabhada muvaffaqiyatlarga erishdim. Alloh taolo o'qishimni ham yengil qilib qo'ydi. Imtihonlarda yaxshi baholar olardim. Hatto tashqi ko'rinishimga ta'sir qildi. Oldin semiz edim, osonlik bilan ozdim. Hayotim yengillashdi. Qiyin holatdan Allohning izni ila osonlik bilan chiqib ketdim. Robbimning menga bergan barakasi oilamga ham ta'sir qildi. Otamning nafaqasi ko'tarildi. Sizlarga ham sadaqa berib turishni tavsiya qilaman. Namozlarni o'z vaqtida ado etinglar. Payg'ambarimiz alayhissalomga salovatlar aytinglar. Baqara surasini ko'p o'qinglar. Alloh so'raganingizni beradi. Shaytonning vasvasasiga taslim bo'lib qolmanglar. Alloh rozi bo'lgan ishda davom etaveringlar. Sizlarga barcha yaxshiliklarni Allohning o'zi beradi. Oyatda aytiladiki, o'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz. Nimani nafaqa qilganingizni Alloh bilguvchidir. Oli Imron surasi 92-oyat. Alloh taolo sadaqaga shunday barakalarni yashirib qo'ygan. Sadaqa qilinadigan narsa nima bo'lishining farqi yo'q. O'zimiz yaxshi ko'rgan narsa bo'ladimi, libosmi yoki taom, muhimi Alloh roziligi uchun bo'lsin. Sadaqada davomiylikni yo'qotmaylik. Garchi oz bo'lsa ham beraylik.